O'ziga ishonadigan kishilarning alohidaliklari. O'ziga ishonadigan kishilar azaldan hech kimni ta'sirlantirishning hojati yo'q deb qaraydigan bo'lib, ular odatda tövandagidek o'zgacha alohidalikni namoyon qiladi. Birinchi, o'zgachaligini saqlaydi. O'ziga ishonadigan shaxslar chinlikning muhimligini tushunadi. Ular yasalmalikqa yoki o'zi bo'lmagan odamdek yasanishga qiziqmaydi. Ular o'zlarining yetarli ekanligini, boshqalarga o'zini isbotlashning yoki boshqalarning o'zini tasdiqlashining hojati yo'qligini tushunadi. Ikkinchi, ular o'ziga kuyinadi. O'ziga ishonadigan shaxslar o'ziga yaxshi muomala qilishning muhimligini obdan tushunadi va o'ziga kuyinishga ahamiyat beradi. Uchinchi, mag'lubiyatni o'sib yetilish jarayonidagi fursat deb qaraydi. O'ziga ishonadigan kishilarning eng muhim alohidaliklarining biri mag'lubiyatni o'zlarining o'g'inish va o'sib yetilish fursati deb qarash bo'lib, o'ngishsizlik sababidan ular umidsizlanib qolmaydi. Balki ular maqsadga yetish uchun uni muhim tajriba savob qilib qo'llanadi. To'rtinchi, ular shaxslarning g'ururiga ahamiyat beradi va o'zaro hurmat qilishni qadrlaydi. Hozirgi dunyoda kuch, o'rin va boylik hamisha shaxslarga qanday muomala qilishni belgilaydi. Ammo o'ziga ishonadigan kishilar farqli. Ular har bir odamning o'rni yoki ahvolining qanday bo'lishidan qat'iy nazar o'ziga xos izzat, hurmat va qimmatga ega ekanligini tushunadi. 5. Ular hayotida yo'liqqan mag'lubiyatlarning mas'uliyatini ustiga oladi. O'ziga ishonadigan kishilar o'zaro ayblash o'yinini o'ynamaydi. Ular o'zlarining hayotining tashqi omil yoki boshqalarning harakatiga bog'liq bo'lmasdan, balki o'zlarining harakati, pozitsiyasi va inkosining bevosita natijasi ekanligini obdan tushunadi. 6. Ular boylikni nishon emas, balki vosita deb qaraydi. Ko'plagan kishilar boylikni oxirgi nishon sifatida qo'g'lashsa, o'ziga ishonadigan kishilar iqtisodiy muvaffaqiyatni oxirgi nishon deb qaramasdan, balki uni hayotni eng cho'nqur qimmat qarashi bilan moslashtirishning vositasi deb qaraydi. 7. Ular aktiv muhit va inoq munosabat yaratishga ahamiyat beradi. O'ziga ishonadigan kishilar aktiv muhit va inoq munosabatning ahamiyatini cho'nqur tushunadi. Ular har qancha mustaqil yoki o'zini o'zi qamday oladigan bo'lishidan qat'iy nazar, yolg'iz otning ching'i chiqmaydiganligini obdan biladi. 8. Ular angliq iste'molchilar va mablag' solg'uvchilar. O'ziga ishonadigan kishilar o'zlari setib olgan va mablag' solgan narsalarning o'z qimmat qarashi va e'tiqodining namoyandasi ekanligini tushunadi. 9. Ular hayotdagi xiroslarni qabul qiladi. O'ziga ishonadigan shaxslarning eng kuchli alohidaliklarining biri ularning hayotdagi xiroslarni mehr, shafqat va qaysarlik bilan qabul qilish iqtidori bo'lib, ular qiyinchilikdan qochish yoki o'ngishsizlik sababidan umidsizlanishning o'rniga ularni o'zini kuchlantirishning fursati deb qaraydi. 10. Ular aktiv o'zgarish paydo qilishning harakatlantirgich kuchi bo'lishga tirishadi. O'ziga ishonadigan shaxslar hayotini faqat o'zi uchun yashashga rozi bo'lmaydigan bo'lib, ular dunyoda ijobiy o'zgarish paydo qiladigan kuch bo'lishga bel bog'lagan. Qisqasi, insonning o'ziga ishonishi hargizmi o'zini va o'z qadr-qimmatini boshqalarga isbotlash emas, balki u insonning o'zini va o'z qadr-qimmatini haqiqiy turda tunib yetib, o'zining eng yuqori qimmat qarashiga uyg'un yashashidir.